Endi keling, kursimizdan qanday qilib video resurslarni yuklashlikni ko'rsatib o'taman. Buning uchun yana faoliyat va resurslar bo'limiga o'tib, barchasi qismidan video time qismini topamiz. Videoni yana boshqacha usulda ham qo'yish usullari bor, lekin tizimdagi 10 megabaytgacha bo'lgan cheklov sababli videoni o'z YouTube kanalingizga joylab, uning havolasini bu yerga qo'ysangiz bo'ladi. Va video time siz uchun qulay video player vazifasini ham bajaradi. Mana ushbu qismga siz oldindan nusxalab olgan videoning havolasini joylashtirasiz. Hamda activity name qismiga o'zingizni video qismingizda yozasiz. Video ma'ruza. Tavsif qismiga ma'lumot yozish bu o'zingizning ixtiyoringizga bog'liq va barcha o'zgarishlarni amalga oshirib bo'lgach, saqlash tugmasini bossangiz ham bo'ladi. E'tiborli jihati, tabs bo'limida barcha tab bo'limlarini enable tabsga qo'yishingiz mumkin. Bu joriy brauzerdan tashqarida ham ko'rish imkoniyatini beradi. Tab qismiga nom beramiz. Video time. Text tracks qismiga o'sha video content ketayotgan paytida unga mos bo'lgan matn qo'shishingiz mumkin. Text trackga odatda chapters qismi ko'rinishda o'zbekcha subtitle deyishadi. Buni qo'yish mumkin. Bizda bu bo'yicha hech qanaqangi subtitle yo'q. Track 1 ga biz video deb qo'ya qolaylik. Hozircha track qismi shu bilan yopiladi. Umumiy sozlamalariga ham teginmaymiz. Kirish bo'yicha cheklovlarni ham hozircha qo'yish kerak emas. Yoki bo'lmasam video kontentni ko'rishlik uchun turli xil cheklov qo'yishingiz mumkin. Vaqt bo'yicha cheklov, ko'rsatkich bo'yicha, IP manzil, foydalanuvchi profillar bo'yicha va bir nechta cheklovlar, murakkab cheklovlarni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Teklash tizimini ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Kursni qidirishni osonlashtirishning kompetensiyaviy qismini ham qo'shsangiz bo'ladi. Saqlash tugmasini bosamiz. Nihoyat video ma'ruzani ustiga bossangiz, mana u video endi ochiladi.